Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Xo'p, mana bu o'rigimiz Vandercoat, mahalliy nomi Qilich. Bunda bitta narsasini aytaylik, chisla sanani aytaylik. 25-yil 13-aprel sanasida bu vaqtli pishadigan o'rik. Bitta narsasi ko'pchilik bu o'rikni hozir g'o'rasa achchiq bo'ladi. Ko'pchilik aytishi mumkin, achchiq ekandi. Ketin taqalash. Taqalashda mahalliy tilda gapirganda yaganalash. Yaganalashda nimaga e'tibor beramiz? O'zi umumiy uzumdami, shoftalimi, gulosmi, olmami, bodom, bodomni ko'pchilik qilinmadi-yu, o'riklarda, ho'l mevalarda. Agar buni yaganalash qilinsa, deylik, taqalash qilinganda, oldingi videoda olmani ham ko'rsatib o'tdikki, bularni hop mana o'rikni ko'rsating. Bu o'ta serhosil. Agar buni yaganalanmasa, mana mashada mani ko'rsating, mana bu tomonda. Bu yerdan ko'rasiz sertaligiga. Xo'p, mana o'rikni ko'rsani har xil kalibrda turibdi. Xo'p, yana bitta gaplar bo'ldi bundan bir 3-4 yil oldin. Xo'p, mana bunda nimalarga e'tibor beramiz? Mana mana shu maydalarni olib tashlaymiz. Bu maydalarni olib tashlashimiz sababi mana oralardagi maydalarni olib tashlashimiz sababi ertaga bu vaqtida pishmaydi. Pishmaganligini hisobiga mana shu tomonlarni ham ko'rsating. 1000 ozuqa bersak ham o'tganlik hozir rasmim bor, ko'rsatib o'tib ketaman. Mevani kalibri katta kichik bo'lib qolganini. Xo'p, mana hozir men arzimagan joyi teryapman. Bir tupdan hech qancha emas joyi terdim deylik. Mana qo'limga olib ko'rsating. 100 dan 1 o'rikni terdim. Xo'p, endi gap ketdiki, bozorlarda bilsani o'riklar sotildi. Buni mana qo'limdagini ko'rsating. Buni kimdirlar uvol qildi, deylik, sal qo'polroq bo'lganda juvon nima qildi, pishmasdan turib. Mana ham bilasizlar, ishlataman. Ishchilarimga deylik, buni yaganalani dedim. Bular yaganalashda hozir buni uvol qilamiz. Mana tashavordik. Mana. Deylik, biz ishchilarimiz buni yerga tashamadida setkasiga olib, deylik, kilosini qanchadandir olib chiqib bozorga sotvordi. Yoki boshqa Surxondaryodagi, Qashqadaryo, Andijondagi, Farg'onadagi, Namangandagi bog'larni yerga tashavormadi. Ishchilar qo'shimcha ish haqi hisobida ko'chaga olib chiqib sotvordi. Kimdirlar buni tushunmasdan buni g'o'rani uvol qildi degan gap so'zlar bo'ldi. Yo'q, to'g'ri, uvol bo'lishi meni uzib tashalsa, uvol deyish mumkin. Lekin agar buni yaganalanmasa, bu ertaga kalibri bir xilda bo'lmaydi-da, chetga eksportga yaramaydi. Biz ichki bozor yeyish mumkin, lekin eksport kalibri yirik, ranglari chiroyligini oladi. O'shaning uchun bu narsani yaganalash kerak. Shuni esdan chiqardim mana. Shuning uchun hozir bu videoyimizni kim qanaqa tushunadi? Biz o'zimiz ustozlardan, bog'larda o'rganib va o'rgatayotgan narsalarimizni ko'rsatib boryapmiz. Birortasi yo kitobiy, yo bir boshqa narsa emas. Faqat sinovda o'tkazganlarimizni sizlarga o'rtoqlash, ulashib boryaptik. Agar bizni qilayotgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, likelarni, podpiskalarni bosaverasizlar. Inshaalloh nasib qilgan bo'lsa, bu o'rigimiz 20 kun nari berisida pishadi. Biz mana shu Namangan viloyati Chortoq tumanida, boshqa viloyatlarda ertaroq pishadi. Nasib qilgan bo'lsa ko'rsatib beramiz. Lekin o'tgangi videoyim rasmim bor, qo'yib beraman. Haliga g'ush turganda orada mayda bo'lib qolgan. Hatto kerak bo'lsa uni o'zimizni xonadonda ham yegisi kelmaydi. Odam chiroyli kattasi turganda maydasini yegisi kelmaydi.